Assalomu alaykum. Dünya Uyg'ur ayollar birligidagi aziz xonimlar. Bizning Dünya Uyg'ur ayollar birligidagi hadimiz, Tursunay hadimiz, ya'ni Qirg'izistonningki mushu Uyg'ur davosininki ayollar raisi Tursunay hadimiz, Xalcham hojim opamiz va boshqa qarindoshlarimiz Turkiyaga keldi. Gülşat, Nurbanum, Qalbinur mana biz bilan ko'rishgil kapti, mushtava ishlar bilan bularni qizg'in qarshi alaylik qarindoshlar. Assalomu alaykum, hurmatli Dünya Uyg'ur birlik ayollar birligi. Hammalarni bugun kuninglar bilan tabriklayman. Ko'rishganimizga shuncha xursand bo'ldik, xushal bo'ldik. Har doim bir bo'laylik, ba bo'laylik, vatan davosini birlik qilaylik. Shu vaqtda men o'ylaymanki, hammamiz bir yerga chiqib, bir yerga yetimiz deb. Hammalarga sevgi salom. Assalomu alaykum, aziz Uyg'urlarim. Dilemey ketbarman. Shunchalik aziz Uyg'urlarim, bizning bir kun mashundaq kunlarga yetamiz bu Turkiyadek. Mashundaq bizim bo'lamiz. Shu kunlarga Alloh bizni yetkazsin. Bir bo'laylik. Hammamiz bir-birimizni hurmat izzat qiladigan, bir-birimizni kuyadigan, suyadigan Uyg'urlardan bo'laylik. Amin, rahmat. Biz hozir namoyish qilmoqdik, ma'voyliqi shaxsiy namoyish qilmangan. Hozir Ko'jalik kapti, Eli Akbar domlalarningki yetakchiligida mangan namoyishni qo'llab shu yoqqa mangdiq bizmi. Sizlarning qo'llashinglarni, bizga duo qilib qo'yishinglarni umid qilamiz. Mushu Dünya Uyg'ur ayollar birligidagi xonimlar, bu hadlarimiz 20-sizlar mangadigan mush oyning. Shuninggacha biz bir yerda bir ko'rishaylik, bir fikrlashib, hadlarimizni qizg'in qarshi olaylik. Mush Istanbuldagi barliq qarindoshlar bir fikr qatnashtiringlar. Hammanglarga rahmat.